Hurmatli tinglovchilar, navbatdagi taqdimotimiz TBL, ya'ni Team Based Learning, jamoa asosida o'qitishga bag'ishlanadi. TBL jamoaga asoslangan ta'lim bo'lib, tibbiy ta'limda talabalarni faol ishtirok etishga, jamoada ishlashga va klinik qaror qabul qilishga yo'naltiriladigan zamonaviy pedagogik metoddir. Buning uchun biz katta jamoadan, katta guruhdan kichik jamoalarni tashkillab olishimiz, ularni ularga klinik vaziyatli testlarni berib, klinik fikrlashini oshirishimiz va ularda bilimlarini, demak, baholab olishimiz talab qilinadi. Demak, bizning asosiy maqsadimiz talabalarning klinik qaror qabul qilishini va jamoada ishlashini tizimli rivojlantirish. Tibbiyot katta guruhlarda ham kichik guruh samaradorligini beradigan o'qitish strategiyasi hisoblanadi. Nega o'qitishning faol usullari muhim? Tibbiyotda bilim emas, qaror hayotni o'zgartiradi. Passiv ma'ruza va metodlar eslab qolishga asoslansa, faol metodlar muhokama, amaliy qo'llash, tezkor fikr mulohazalarga o'rgatadi. Katta guruhlardan, demak, dars jarayonida 15 ta talaba guruhda tahsil olayotgan bo'lsa, ularni 5 tadan 3 ta guruhga bo'lishimiz mumkin va ularda tizimli TBLni qonuniyatlariga asosan o'qitish a, amalga oshirilishi mumkin. Tibbiyot bosqichlari quyidagicha: darsdan oldingi tayyorgarlik, individual tayyorgarlikni baholash testi, jamoaviy tayyorgarlikni baholash testi, darhol fikr mulohazalarini berish, klinik muammolarni yechish faoliyati va yakuniy xulosalar qismlaridan iborat bo'ladi. Va yuqoridagi 6 ta bosqichni 3 ta yirik bosqichlarga bo'lib olishimiz mumkin. Ya'ni preparation, tayyorgarlik bosqichi, readiness, tayyorgarlikni ta'minlash bosqichi va application, bu demak bilimlarni amalda qo'llash bosqichi hisoblanadi. Preparation, ya'ni tayyorgarlik bosqichiga 15,5 soat vaqt berilishi mumkin yoki bo'lmasam uyga vazifa qilib qaysidir bir mavzuni berishimiz mumkin bo'ladi. Uyda tayyorlanib kelishlari mumkin yoki video ma'ruzalar, video leksiyalar, maqola, kitob, darslikni ma'lum bir qismini berishimiz mumkin bo'ladi. Readiness, ya'ni tayyorgarlikni ta'minlash bosqichida bu yerda IRED, individual bilimni baholash va TRED, ya'ni jamoaviy team, jamoani baholash. Applicationda esa bu yerda talabalarni o'zlashtirgan bilimlarni amaliyotga tatbiq qila olish faoliyatlarini baholashdan iborat bo'ladi. TBL jarayoni, demak, aytib o'tdim, preparation, tayyorgarlik bosqichi. Bu yerda talabalarni darsdan oldin ma'ruza matnlari, videolar, klinik qo'llanmalar yoki maqolalar berib tayyorlanib kelishlari aytiladi. Ikkinchi bosqichda, demak, katta jamoa, butun boshli aytaylik 15 kishidan iborat bo'lgan talabalar guruhiga tayyorlanib kelgan mavzulariga oid bo'lgan testlar beriladi. Bu o'sha mavzuni hajmidan kelib chiqib, testlar 10 ta, 20 ta, undan ko'p ham bo'lishi mumkin. Testlarni berishda biz Google formalardan foydalanishimiz mumkin. Google formadan foydalanib QR kod tashkillab, talabalar o'zlarini gadjetlari orqali yechib berishlari mumkin bo'ladi. Buni afzalligi aynan to'g'ri javoblar, qaysi talaba nechta testni to'g'ri yechganligi o'z-o'zidan avtomatik hisoblanadi. Individual testlarni berganimizdan keyin biz katta guruhdan kichik guruhlarni hosil qilishimiz kerak. Ya'ni 15 ta talaba bo'ladigan bo'lsa, 5 tadan 3 ta jamoa shakllantiramiz va Team Readiness Assurance testni amalga oshiramiz. Ya'ni yuqoridagi individual
talabalar o'zi yechgan testni endi xuddi shu testni jamoa bo'lib muhokama qilishlariga sharoit yaratib beramiz. Aytaylik, 10 ta test bo'ladigan bo'lsa, biz bergan vaqt davomida 10 ta testni ular ko'rib chiqadi, muhokama qilishadi va ular har biriga argumentlar yig'ib, demak, uni muhokama qilib, javoblarni aniqlab olishadi. Keyingi bosqichda esa bu yerda demak yechgan testlaridagi mavzuga doir murakkab klinik vaziyatga yuzaga keltiriladi, ya'ni qo'shimcha keys beriladi yoki bo'lmasam qo'shimcha topshiriq beriladiki, biz yechgan, ya'ni talabalarga bergan mavzuga oid testlarni amalda qo'llab, ular demak egallagan bilimlarni mustahkamlab olishlari kerak bo'ladi. Buni application bosqichi deymiz. Ilovaviy topshiriqlar bosqichi, ya'ni bu yerda biz murakkab keys berishimiz mumkin yoki bo'lmasam klassifikatsiyani shakllantirish, shu kabi amaliy ishlarni ularga buyurishimiz mumkin bo'ladi. Ular esa birgalikda eng maqbul klinik qarorni qabul qilishadi. Va application bosqichida ham 4S tamoyiliga rioya qilishlari kerak. Ya'ni har bitta jamoaga significant problem, muhim muammo beriladi. Same problem, barcha jamoalar bir xil vaziyat ustida ishlaydilar va specific choice, aniq tanlov talab qilinadi. Simultaneous reporting, javoblar bir vaqtda taqdim qilinishi kerak. TBLning afzalliklari faol ishtirokni ta'minlaydi, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, klinik qaror qabul qilishni o'rgatadi va katta auditoriyada juda ham samarali. O'qituvchidan talab qilinadigan narsa bu jarayonni boshqarish, savollar bilan yo'naltirish va munozarani chuqurlashtirishdan. Albatta, baholashni adolatli olib borishdan boradi. Bu yerda TBL hamda PBLni solishtirma holatidagi ko'rinishi, ya'ni biz solishtirib ko'radigan bo'lsak, qaysi biri afzalligini bilish uchun ikkalasi ham afzal, ikkalasi ham o'ziga yarasha foydali jihatlari ko'p va bunda biz jamoani shakllantirishdagina faqatgina farqlari mavjud. Ya'ni TBLda katta jamoalarni kichik jamoalarga bo'lish orqali amalga oshirsak, PBL bu asosan kichik jamoalar uchun foydaliroq. Sababi o'qituvchi kichik jamoani ichida ishtirok etib, qaysi talaba qanaqa faoliyat, qanaqa ishtirok etganini ko'rib boradi, kuzatib boradi. Faollik ikkalasida ham yuqori. TBLda asosan test va bahs munozara yuzaga keltirsa, PBLda bu asosan keyslar, ya'ni vaziyatli masalalar xuddi shu ishni amalga oshiriladi. TBLda katta guruhlarda, ya'ni 50 tadan 250 tadangacha bo'lgan talabalarni kichik guruhlarga bo'lish orqali o'tkazilsa, PBL odatda kichik guruhlarda. Baholash ko'proq PBLda formativ, TBLda esa IRET, TRET hamda peer evaluationga bog'liq. Hop, TBL ko'pincha standartlashtirilgan va o'lchanadigan jarayon kerak bo'lganda juda qulay, ya'ni bu klinik fanlar, farmakologiya va diagnostikada. Demak, birinchi bosqich. Birinchi bosqich, demak, oldindan tayyorgarlik bosqichida biz nimalar qilamiz? Demak, talabaga beriladigan material, ya'ni biz oldindan material beramiz, nimani o'qib kelishligi haqida, ma'lum bir mavzuni yoki ma'lum bir ilmiy maqolani yoki ma'lum bir video darslikni. Aniq o'quv maqsadlarini bo'lish kerak. Demak, material klinik vazifaga tayyorlanishi, ya'ni ma'lum bir mavzuga tayyorlanishi kerak bo'ladi talabalar. Misol uchun pnevmoniya. Tavsiyalar ishlab chiqishlari kerak bo'ladi 24-48 soat davomida va 3-5 ta asosiy resurslardan oshmasligi kerak. Demak, ikkinchi bosqichimiz bu A hamda B bosqichlarga o'z o'rnida bo'linadi.
2A bu Individual Readiness Assurance Test. Ya'ni bu yerda talabalarni individual bilimini baholab olamiz. 5-10 ta test tuzib ularga Google forma orqali yoki qog'oz variantida berishimiz mumkin. Savollar tayanch bilimni tekshirishga, eslab qolish va oddiy qo'llashga yo'naltirilgan bo'ladi. Va 10-15 daqiqa vaqt beramiz. Misol uchun, xuddi shunday IRET savoli pediatriya fanidan misol olib test tuzilgan. Ya'ni 5 yoshli bola yuqori isitma, yo'tal, nafas sonining ortishi, saturatsiyaning tushishi va shu holatda eng optimal, eng ehtimoliy tashxis nima? Bronxialit, o'tkir pnevmoniya, astma xuruji va laringit. Juda oddiy va qisqa test, lekin munozaraga sababchi bo'ladi. TBLda savol bahsni chiqarishi kerak, ya'ni ikkita variant o'rtasida asosli qaror bo'lishi kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichning B qismi, ya'ni T-RED, Team Readiness Assurance Test. Bunda jamoaga aynan IREDdagi savollar qayta beriladi. Kichik jamoalar demak hosil bo'lgandan keyin yana mana shu testlarni birgalikda muhokama qilib, birgalikda yechishadi. Tadqiqotlarga ko'ra, IREDdan demak IREDda testlarni yechgan talabalar TREDda demak to'g'ri javoblarni topishgan. Ya'ni IREDda noto'g'ri ishlagan savollarni ham testlarni ham TREDda, ya'ni jamoa bo'lib testni yechganlarida ular to'g'ri qarorlarni qabul qila olishgan. Demak, bunda ham savollarni to'g'ri javoblarni topganlaridan keyin demak o'qituvchi nega degan savolni berishi, munozarani paydo qilishi kerak bo'ladi. Qanday qilib guruhlar o'rtasidagi tafovutni bilib olamiz? Demak, 10 ta testda individual yechishdi, undan keyin jamoada yechishdi va undan keyin o'sha testlaridagi demak to'g'ri javoblarni himoya qilishlari kerak bo'ladi o'qituvchini oldida. Har bitta guruh bularda demak A, B, C, D, E kartochkalari bo'ladi. Har bitta testga qadamma-qadam navbat bilan to'xtaladi. Misol uchun, birinchi savolni javobi kim qaysi nimani belgiladi. Birdaniga bir vaqtni o'zida ko'tarishadi va birma-bir demak aynan nimaga mana shu savolni mana shu javobni tanlaganliklarini demak himoya qilib dalil isbot keltirib berishlari kerak bo'ladi. Ko'pincha turli xil variantlarni tanlagan jamoalarda bahs munozara juda ham qiziqarli kechadi. Talabalar agarda savollarda tushunmovchilik yoki bo'lmasam xatolar, e'tirozlar paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta apellyatsiyaga berishlari mumkin. Ya'ni e'tiroz qilishlari mumkin. Nima uchun boshqa javob to'g'riligini demak aytib berishlari kerak bo'ladi. Dalillar bilan, klinik qo'llanmalar, gaydanlardan, demak manbalardan topib berishlari kerak bo'ladi. Mana shu o'yin davomida, ya'ni TBL davomida tushunmagan narsalari, demak tushunmagan o'sha ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi shu vaqt oralig'ida qisqa, ya'ni mini lecture, qisqa tushuntirish ishlarini amalga oshirishi mumkin. Natijada talaba xatoni o'zi demak tushunib oladi. Baholash demak 30% individual, 30% jamoaviy, 30% demak amaliyotda qo'llash va 10% peer evaluation. Peer evaluation degani bu jamoa tarkibida talabalar
bir-birlarini baholash. Ya'ni jamoa lideri boshqa talabalarni jamoadagi ishtirokini baholashi aynan peer evaluation deyiladi. Bunga 10% 10 ball beriladi. Ya'ni bu yerda ko'rib turibsiz, aynan jamoaviy baholashda ballarni taqsimlanishi, demak, jamoada a'zolar soni nechtaligi, jami 100 ballni, demak, talabalarni familiya ismlarini qarshisiga ball beriladi. Bu aynan jamoa sardori tomonidan ball beriladi. Bunga demak asosan mezonlar, tayyorgarlik, ya'ni oldindan tayyorlanib kelish materiallarni, gaydlaynlarni yaxshi o'rganilganligini, faol ishtirok, ya'ni o'yin davomida, TBL davomida faol ishtirok etgan talabalar, dalillarni keltirgan talabalar, hamkorlik qilgan talabalar, mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan talabalar. Shu kabi demak mezonlarga ko'ra demak ball yig'ishadi. Endi esa keling, klinik misollarni aynan TBLda foydalanish mumkin bo'lgan misollarni keltirib o'tsak. Vaziyatli masala. 5 yoshli bola 2 kundan beri isitma, yo'tal, hansirash, nafas sonining ortishi, saturatsiyaning pasayishi va auskultatsiyada o'ng o'pkaning pastki bo'limida krepitatsiya aniqlanyapti. Savol quyidagicha: ambulator davolash kerakmi yoki statsionar? Va albatta birinchi qadam davosi bu nima? Demak, bitta javobni tanlashlari kerak. Talabalar uyda davolash, og'iz orqali amoksilin berish va 24 soatda qayta ko'rik, statsionarga yotqizish, tomir ichidan antibiotiklar, oksigenoterapiyani qo'llash, bronxodilatatorlar, nebulizatsiya, uyga javob berish, faqat simptomatik hamda antipiretik dori vositalari va suyuqliklardan foydalanish. Demak, jamoalar shu to'rtta variantdan ABCD kartochkalarni ko'tarishadi. Qachonki ular muhokama qilib bo'lganlaridan keyin o'qituvchi tomonidan a, har bitta guruhga demak birdaniga ko'tarishi aytiladi. Shunda demak talabalar kartochkalarni ko'tarishadi o'zlari tanlagan variantni va mana shu variantni himoya qilib berishadi. Demak, keyingi misol. Bu yerda debriefing bo'ladi, albatta. Debriefing degani bu aynan klinik keys tugagandan keyin savol-javoblar bahsiga o'tilganda, demak, saturatsiyani pasayishi, misol tahipnoyi, nafas sonining ortishi, bu og'irlik darajasini baholaydi. Kriteriyalar, nafas yetishmovchilik belgilari borligi statsionarda davolashni ta'minlaydi, ya'ni majburlaydi. Antibiotik tanlovi ehtimoliy etiologiya va mahalliy qo'llanmaga qarab. Tibbiyot maqsadi bu yuqoridagi demak kalit iboralarni topib, yechimni topib, demak, nafaqat to'g'ri javobni aniqlash, balki to'g'ri asoslab, to'g'ri asosni ishlab chiqarishdan iborat hisoblanadi. Ikkinchi vaziyat, bu kardiologiya terapiya yo'nalishiga tegishli. 58 yoshli erkak 40 daqiqadan beri ko'krak ortidagi sanchuvchi og'riqqa, terlashga, arterial qon bosimining ortishi, yurak urishlari sonining tezlashishi va bemorda demak chekish hamda ikkinchi turdagi qandli diabet borligi aytib o'tilmoqda. EKGda ST elevatsiyasi hozircha shubhali. Savol: birinchi qadam diagnostikasi va taktikasi.
Demak, eng to'g'ri qadamni topishlari kerak talabalar. Troponin va qayta ekkaga 10 daqiqadan keyin ko'krak qafasi rentgeni va uyga javob berish, nonsteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini berish va kuzatish, antitsid va gastroenterologga yo'llash. Barcha jamoalar bir vaqtda javob berishlari kerak, so'ng argumentlar taqqoslanadi. Hurmatli tinglovchilar, yuqoridagi, demak, qisqa muddatli ma'lumotlardan, demak, sizlar ham o'zlaring mana shu testni yechishlaring mumkin. Bu videoni pauza qilgan holatda va keyingi slaydda mana shu testni case mana shu testlarni kalitlari ko'rsatiladi. Marhamat. Hurmatli tinglovchilar, hurmatli ustozlar, o'ylaymanki, bu prezentatsiya, bu video leksiya sizlar uchun manfaatli bo'ladi. O'zlaringni pedagogik faoliyatlaringda aynan TBL hamda PBL kabi a, usullardan endi foydalana olasizlar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.